Koreys alifbosining nomi Hangul deb ataladi. Hangul 14 ta asosiy undosh va 10 ta asosiy unli harfdan iborat bo'lib, jami 24 ta harf mavjud. Biroq 5 ta juft undosh va 11 ta qo'sh unli harf qo'shilsa, jami 40 ta harfdan iborat bo'ladi. Bu tizimli va ilmiy yozuv tizimidir. Bugungi videoda biz undosh va unli harflarni yozishni o'rganamiz. Iltimos, mendan takrorlang va yozib ko'ring. K N T R M P S N Z C K T P H G B S Z A Ya O Yo O Yo U Yu I E Ye E Ye U 플러스 어는 워 오 플러스 에는 왜 우 플러스 에는 왜 으 플러스 이는 의 오 플러스 이는 왜 Agar siz ushbu kanalga obuna bo'lsangiz, yanada yaxshi videolarni ko'rishingiz mumkin. Rahmat.